Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kelib tushadigan savollardan biri aritmiya o'zi bu nima, qanday aritmiyani bilamiz deb bemorlar tomonidan savollar tushadi. Hozir buni tushuntirib bermoqchiman. Aritmiya bu yurak ritmini buzilishi. Demak, yurak soatga o'xshab bir xil doim qisqarib turishi kerak. Agarda o'sha bir xillikka zarar tegsa, demak har xil qisqaradigan bo'ladi. Shuni natijasida demak bemorlar birinchi bezovta qiladigan narsa bu yuragi noto'g'ri urayotganini sezadi. Yurak to'xtab urishi mumkin yoki yurak haddan tashqari to'satdan tez urib ketishi mumkin yoki pala-partash urishi mumkin. Demak, bemorni asosiy bezovta qiladigan shikoyatlar shular bo'ladi. Agarda demak bemorlar bu aritmiya bilan uzoq yil birga yursa, demak yurak urishini sezmaydigan ahvolga kelib tushadi. Shu uchun bemorlarga qo'shimchasiga tomoqqa narsa tiqilishi, hansirash, nafas olishni qiyinlashishi kabi belgilar ham bezovta qilishi mumkin. Demak, agar sizda xuddi shunga o'xshagan belgilar mavjud bo'lsa, o'zingizga yaqin bo'lgan kardiologga, agar aritmolog bo'lsa, aritmologga uchrang va o'z vaqtida to'g'ri tashxisni qo'yib davoni boshlash kerak.